Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti hamda davlat xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda qurol, o'q-dorilar va portlovchi moddalarni noqonuniy aylanmasi yuzasidan aholi orasida o'tkazilgan targ'ibot tadbirlari natijasida Toshkent shahrida yashovchi fuqaro o'z ixtiyori bilan bir dona qo'l granatasi, TOS 8 rusumli o'qotar qurol, bir dona portlatish qurilmasi va 1646 dona qurol o'qlarini topshirdi. Joriy yilning 2-dekabr kuni 1987-yilda tug'ilgan fuqaro Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining 102 raqamiga qo'ng'iroq qilib, uyini ta'mirlash vaqtida yerto'ladan qurol va o'q-dorilar topganligini hamda o'z ixtiyori bilan topshirishini ma'lum qilgan. Kelib tushgan murojaat yuzasidan tezkor tadbir xodimlari tomonidan ushbu fuqaroning yashash xonadoni ko'zdan kechirildi. Ushbu uyning yerto'lasidan bir dona RGD 5 qo'l granatasi, bir dona TOS 8 rusumli o'qotar qurol, bir dona IG-27Y rusumli o'qotar qurol, portlatish qurilmasi, 5 dona qo'l granat zapali, bir dona elektrodetonator hamda uning portlovchi shnuri va 546 dona turli xildagi jangovar o'q-dorilar hamda 1100 dona pnevmatik qurol o'qlari, shuningdek o'tkir tig'li jismlar borligi aniqlanib, tegishli tartibda hujjatlashtirib olindi. Olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari davomida mazkur qurol, o'q-dorilar va portlovchi moddalar uning marhum otasiga tegishli ekanligi ma'lum bo'ldi. Otasi O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining turli bo'linmalarida faoliyat yuritib, Mudofaa vazirligi huzuridagi Qurolli Kuchlar akademiyasidan nafaqaga chiqqani haqidagi ma'lumotlar olindi. Hurmatli fuqarolar, sizlardan amaldagi qonunchilik talablariga rioya etgan holda ov qurollari, o'q-dorilar, turli xildagi o'qotar qurollar hamda portlovchi moddalarni, qilich kabi o'tkir tig'li jismlarni belgilangan tartibda ichki ishlar organlariga ixtiyoriy ravishda topshirishingizni so'rab qolamiz. Bilishingiz lozim, mazkur buyumlarni ixtiyoriy ravishda topshirgan shaxslarga nisbatan hech qanday ma'muriy yoki jinoiy javobgarlik qo'llanilmaydi. Agarda ushbu vositalarni noqonuniy saqlash, olib yurish yoki ixtiyoriy topshirmaslik holatlari aniqlangan taqdirda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 248-moddasida ko'rsatilgan 2 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Fuqarolar xavfsizligini ta'minlash va huquqbuzarliklarning oldini olish maqsadida barcha yurtdoshlarimizdan qonun talablariga qat'iy amal qilishlarini so'rab qolamiz.